Assalomu alaykum hamkasblar. Superliganing 7-turidan o'rin olgan Bunyodkor va Neftchi jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab savollarga mehmonlar ustoz javob beradi. Yog'iy o'yin haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi navbatda muxlislarimizga minnatdorchilik bildiraman. Uzoq masofadan kelib bo'lsa ham bizni qo'llab-quvvatlashyapti doimiy ravishda. Albatta, g'alaba bilan barchani tabriklayman. O'ylaymanki, yaxshi o'yin bo'ldi. Ikkala jamoa ham hujumkor o'yin ko'rsatishga harakat qildi. Va agar vaziyatlardan to'liq foydalanganimizda hisob bundan ham yirik ko'rinishga kelishi mumkin edi. Islom aka, g'alaba bilan tabriklayman. Shu Paxtakorga uchralgan mag'lubiyatdan so'ng azaliy raqib, yana jamoa o'z uyida o'ynadi. Jamoani shu psixologik jihatdan tayyorlash qanchalik qiyin kechdi? Albatta, Paxtakor bilan o'yindan keyin futbolchilar bilan gaplashdik. Tezroq bu mag'lubiyatni unutib, oldimizdagi navbatdagi o'yinga tayyorgarlik ko'rish kerakligini aytdik, tushuntirdik. Endi mag'lubiyat bu masalan futbolda bo'lib turadigan holat, jamoa ham buni to'g'ri qabul qildi. O'zi umuman Paxtakor bilan o'yinda ham yomon harakat qilmagandik. Shuning uchun o'yin bilan o'yinda orasi qisqa bo'lgani uchun ko'proq e'tiborni tiklanishga qaratdik va futbolchilar bugungi o'yinga 100% holatda tayyor bo'lib kelishdi. Jamoa keyingi o'yinni Nasafga qarshi o'tkazadi. Nasafni bilyapsizki, oxirgi ikkita o'yinida shu hakamlar bilan bog'liq vaziyatlar, qizil kartochkalar bilan bog'liq vaziyatlar sodir bo'lyapti. Shu narsa xavotirga solmayapti. Shu keyingi o'yinda ham va prinsipial o'yinda ham shu hakamlar natijaga ta'sir qilib qolishi emas. Endi bu Nasaf bilan sodir bo'layotgan holat biz bilan emas. Sizda ham Paxtakor bilan o'yinlarda va bahsli holatlar bo'lgandi. Endi bu futbolda bir qismi, shuning uchun bizning vazifamiz maksimal darajada maydonda harakat qilish va o'zimizning o'yinimizni hamda sifatli futbol namoyish etish. Endi futbolda har xil holat bo'lib turadi. Shunisi bilan qiziq. Shuning uchun endi buni ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi. Yana bir savolim bor edi. Mana bu ko'ryapmiz, Neftchi ko'pgina o'yinlarda, deyarli barcha o'yinlarda shu to'p nazoratida ham, paslarda ham ustunlik qilyapti, lekin bir jihat e'tiborimni tortdi. Shu foul ishlatish bo'yicha mayda detallar, deyarli shu oxirgi 3-4 o'yinda Neftchi ko'proq ekan foul qilgan qayta, hatto Qizilqum bilan o'yinda ham. Bu narsa o'sha raqibni tezkor hujumni oldini olish uchun maxsus taktik ishlanmami yoki o'sha futbolchilarning xatosi evaziga yuzaga kelayotgan narsa? Yo'q, endi biz yuqorida o'ynashga harakat qilyapmiz, doimiy ravishda hujum uyushtirishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun orqada juda katta bo'sh hududlar qoladi. Agar raqib tez qarshi hujumga chiqib ketadigan bo'lsa, bu hududlardan bemalol foydalanadi. Shuning uchun biz bu taktik, hammasi taktik holat bilan bog'liq. O'yindan oldin futbolchilarga o'sha vaziyatdan kelib chiqib, imkon darajasida o'zi harakat qilamiz. Folsiz to'pni qaytarib olish uchun o'sha atborlarda ham qoida buzmasdan to'pni qaytarib olishga harakat qilamiz. Lekin agar imkoniyat bo'lmagan taqdirda o'sha oldida foul ishlatishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun foullar ko'pligi bu jamoa yuqorida o'ynayotganidan kelib chiqib. Chunki agar siz himoyada o'ynaydigan bo'lsangiz, darvozaga yaqin o'ynaydigan bo'lsangiz, bu avtomatik tarzda sizda foullar kamayadi. Chunki futbolchilar ham his qiladi, epizodlar darvozaga yaqin holatda bo'layotganini kamroq foul qilishga harakat qiladi. Endi hujumda ko'p hujumda bo'lganingizdan keyin asosan bu taktik holat bilan bog'liq. Avvalambor assalomu alaykum. Neftchi jamoasi o'tgan Paxtakorga qarshi o'yinda 9 ta zarba berdi, gol urmadi va bugun ham 22 ta zarbadan bitta gol bo'ldi. Bu realizatsiyani nisbatan yaxshiroq ishlamayotganingizmi? Yo'q, unaqa demagan bo'lardim. Biz 17 ta gol urdik. Hozir musobaqa standartiga qaraydigan bo'lsangiz, agar bu realizatsiya bilan bog'liq bo'lganda, qolgan o'yinlarda biz imkoniyatlardan foydalanmagan bo'lardik. Jamoada potensial bor, lekin bu degani masalan har doim ham siz doimiy ravishda 3 ta 4 ta gol urasiz degani emas. Bugun masalan bemalol ta'kidlab o'tish kerak. Bunyodkor darvozaboni ajoyib tarzda harakat qildi. Menimcha uchrashuvda eng yaxshi futbolchi bo'lishga ham nomzodni bemalol ayta olaman. Chunki jamoasini bir necha bor muqarrar gollardan saqlab qoldi. Endi bu biz ham harakat qildik. Har bitta futbolchi harakat qiladi vaziyatdan foydalanish uchun. Mashg'ulotlar ustida, uning ustida juda ko'p ishlaymiz. Lekin bu futbol shunisi bilan qiziq. Chunki agar har bitta zarba gol bilan tugaydigan bo'lsa, unda o'yinlar hisobi yirik hisobda tugashiga to'g'ri keladi. Oxirgi.
Islom aka, mana may oyida O'zbekiston terma jamoasi yig'ini boshlanadi. Neftchining ham ba'zi o'yinchilari chaqiriladi baribir. May oyida shu bilan birga kubok o'yinlari ham o'tkaziladi. Kubok o'yinlarida qanday rotatsiyalar qilish niyatingiz bormi yo baribir bunaqa rotatsiyaga ko'p e'tibor bermay, baribir natija uchun harakat qiladimi Neftchi? Rotatsiya men unaqa demagan bo'lardim. Biz har o'yinda rotatsiya qilyapmiz. Har o'yinda nisbatan baribir kamroq, yoshroq o'yinchilarga ham baribir e'tibor. Albatta, kubok o'yinlarida yoshlarga imkoniyat beramiz. Masalan, biz baribir asosiy e'tiborimiz yoshlarga qaratilgan. Klub bosqichma-bosqich o'sha yoshlarda asta-sekinlik bilan katta futbolga olib kirish uchun juda ko'p ishlarni amalga oshiryapti. Shuning uchun bunaqa o'yinlarda asta-sekinlik bilan yoshlarga imkoniyat beramiz. Rahmat. Keyingi o'yinlarda ham Rahmat, sog' bo'linglar.